va dimlab qo'ydim. Bilasizlarmi? Chesnokni mamunda ezib soldim mamunda. 3 dona chesnokni ezib, birinchi yarim soatlab o'sha tovuqni, lahm go'shtini, filesini marinovat qilib qo'ydim. Tuz, ziravorlar va chesnok bilan limon ozgina suvini siqdim. Bilmayman hech qayerdan buni retsepti, boshqa narsalarni bilmayman, hech xil nima qo'shish kerakligini. Keyin pomidor qo'shdim va bilasizlarmi, buni pishirayotganda qaysi yog'dan foydalandim? Onam qishloqdan olib kelgan tabiiy sigirni saryog'idan. Bizani Buxoroda, Shofirkonda mana shunaqa saryog' qilishadi. Ko'p joyda qilsa kerak.